6. Bab. Padişah Darius 120 nafar o'lka boshliqini tayinlab, bütün podshohlikni idora qilishni qaror qildi. U o'zining huquq manfaatini qo'g'dash uchun Daniel bilan yana boshqa ikki odamni ularga bosh qilib vazirlikka tayinladi. Daniel alohida aql farosatlik bo'lg'achqa, uzun o'tmay uning boshqa ikki vazir va o'lka boshliqlaridan iqtidorli ekanligi ma'lum bo'ldi. Shunga podshoh Danielni o'zining butun podshohligini boshqarishga qo'yishni planladi. Danielning hamrohlari va o'lka boshliqlari uning podshohlikdagi ishlaridan birer ayib savallik tepishga urindi. Ammo Daniel rostchil, pok va astoydil bo'lg'achqa, ular uningdan hech qanday qusur topolmadi. Shuning bilan ular, agar biz Danieldan qusur topmoqchi bo'lsak, faqat uning diniy e'tiqodidan tepishimiz kerak ekan, deyishdi. Shuning bilan ikki vazir va o'lka boshliqlari birlashib, podshohning oldiga berib mundaq deyishdi. Podshoh Darius oliylari, mangu yashag'aylar. Podshohliklarining vazirlari, o'lka boshliqlari, valiylari, maslahatchilari va hokimlari bo'lgan biz maslahatlashib, podshoh oliylarining mundaq farmon tushirishlariga kelishdik. Sizlar 30 kun ichida har qanday bir odam men podshoh oliylaridan boshqa har qanday iloh yoki odamga duo qilsa, shir uvisiga tashlansin. Bu farmon qat'iy ijro qilinsin deb farmon tushirsizlar. Podshoh oliylari bugunla yozma farmon tushirsizlar. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Medialiklar va persiyalik,larning qonuniga asosan farmonni hech kim o'zgartirmaydi. Shuning bilan podshoh Darius shundoq bir yozma farmonni tushirdi. Daniel bu farmonning tushganini anglab uyiga qaytdi. Uning uyida bir baliqxona bor edi. Baliqxonaning derazasi Yerusalim tarafga qarab ichilgan edi. U burunqidakla derazaning oldida tizlanib, kunda 3 qatim o'zi e'tiqod qilgan Xudoga duo qilib, ibodat qilaverdi. Podshohning oldiga kirgan yilqi amaldorlar Danielning uyiga billa berib, uning o'z Xudosiga iltijo qilib, duo qilayotganligini ko'rdi. Ular shu hamon podshohning oldiga berib, farmon haqida to'xtaldi. Ular podshohga mundaq dedi: Podshoh oliylari, sizlar 30 kun ichida har qanday bir odam men podshoh oliylaridan boshqa har qanday iloh yoki odamga duo qilsa, shir uvisiga tashlansin deb farmon tushirgan edilar. Shundoq farmon tushirgan edim. Medialiklar va persiyaliklarning qonuniga asosan farmonni hech kim o'zgartirmaydi, dedi podshoh. Ular podshohga yana: Yahudiya zeminidan asirga ilingan Daniel, sizlar va sizlar tushirgan farmonga bo'ysunmay, har kuni 3 qatim o'zining ilohiga duo qilyotdi, dedi. Podshoh bu gapni anglab, qattiq beorom bo'ldi va Danielni qanday qutqizib olish haqida o'ylandi. U kun patqicha Danielni qutqizib olishning amalini o'yladi. Kun patqanda Danielning ustidan arz qilguvchilar birlashib podshohning huzuriga yana keldi va podshohga mundaq dedi: Podshoh oliylari, sizlar bilinglar, medialiklar va persiyaliklarning qonuniga asosan podshoh tushirgan farmonni hech kim o'zgartirmaydi. Shuning bilan podshoh Danielni tutib kelib, shir uvisiga tashlashga buyurdi. Hamda podshoh Danielga mundaq dedi: Sen ixlos bilan cho'qinadigan Xudo seni qutqizg'ay.
bir qoram taş bilan uva egzi etib qo'yildi. Hech kimning Danielni qutqizib olmasligi uchun podshoh qoram toshqa o'zining uzuk muhri bilan amaldorlarining muhrlarini bosdi. Podshoh o'rdiga yenib kelib, kechicha bir narsa yemidi, ko'ngil ochmidi, ham uxlamadi. Etsi subhi bilan podshoh o'rnidan turib, aldirab Shir uvisiga yo'l oldi. U Shir uvisining yeniga kelganda qayg'uliq ovoz bilan: "Daniel, mangu hayot Xudoning xizmatkori, sening ixlos bilan cho'qindigan Xudoying seni shirlardan qutqizib oldimi?" deb so'radi. Daniel podshohga javob berib, mundoq dedi: "Podshoh oliylari, mangu yashag'aylar. Mening Xudoyim o'z farishtasini avatib, shirlarning egizlarini etib qo'ydi. Shuning bilan shirlar menga ziyonkashlik qila olmadi. Chunki men Xudo oldida pok edim. Podshohim, sizning oldilaridimi xatolik o'tkazmaganman." Podshoh intayin xushal bo'ldi va Danielni Shir uvisidan tortib chiqarishga farmon qildi. Daniel sog' salomat uvidan chiqdi. Chunki u Xudosiga ishongan edi. Shuning bilan podshoh Danielning ustidan yomon niyat bilan arz qilguvchilarni xotin bolalari bilan qo'shib Shir uvisiga tashlashga farmon qildi. Ular texi Shir uvisining tegi yetmay turiblar, shirlar ularga itilib kelib, so'ngaklarini chaynab ezib etdi. Podshoh Darius yer yuzidagi har qaysi xalq, har qaysi millat, har xil tilda so'zlashadiganlarga maktub yo'llab mundoq dedi: "Sizlarga omonlik yor bo'lsin. Men shundoq farmon jakarlaymanki, mening podshohligimdagi har bir odam Daniel e'tiqod qilib kelgan Xudodan ayminishi va uningga hurmat qilishi kerak. Chunki u mangu hayot Xudodir. U mangu mavjuddir. Uning podshohligi hargiz vayron bo'lmasdir. Uning hukmronligi mangu mavjuddir. U qutqizg'uchidir, nijotkordir. U osmon va zemindagi mo'jiza va bishoratlarning egisidir. U Danielni shirlardan qutqizdi." Podshoh Darius va persiyalik podshoh kurashning zamonlarida Danielning martabasi ustun bo'ldi.